Sabr nima? Muallim sinfxonaga kirdi. Shovqin ko'tarayotgan bolajonlar birdan jim bo'lishdi. Ustoz o'rniga joylashib, o'quvchilardan "Qani aytingchi, sabr nima?" deb so'radi. Bilag'on o'quvchilar sabr haqida o'z fikrlarini aytishga kirishishdi. Kimdir sabrni sariq oltin dedi. Boshqasi uni jasoratga tenglashtirdi. Ularning javobini tinglagan muallim, "Yashanglar, to'g'ri fikrlarni aytdingiz. Endi esa menga diqqat qilinglar", dedi-da, o'zi bilan olib kelgan tuvakdagi gulni ko'rsatib, uning qurigan barglarini olib tashladi. O'simlik bir zumda ko'rimsiz holga keldi. Keyin muallim o'simlikka suv quydi va dedi: "Mana shu o'simlikning yangi barglari o'sib chiqquncha bo'lgan davr sabrdir. Agar qurigan barglar olib tashlanmaganida yangisi o'sib chiqmasdi. Sabr ham shunday. Avval musibatdek ko'rinadi-yu, keyin asta-sekinlik bilan yaxshilikka aylanadi."